Yaxshimi? Necha yoshda edingiz? 55 yosh. 55 yosh. Qachon bo'lgansiz qandli diabet? 3 yildan oshdi. Nimadan keyin? Yo'lda kelayotgan vaqtim tovardan yo'lga ketayotganda nima avariya bo'ldi, o'sha stressdan bo'lib qoldim-da. O'zi ota-onalarda bo'ladi, yo'q. Yo'q edi ota-onalarning. Qattiq stress bo'lgan ekan yo'lda. O'zingizga hech narsa qilmaganmidi o'sha payt? Yo'q, anavi agushitel bordi mashinaga. Arqaga o'tirdim, shunday teguvdi-da aptimga, o'sha qo'rqqanimdan nima bo'ldi-da. Yo'ldan uxlab qoldi, chiqdi-da. O'sha vaqt shunday bo'ldim-da. Shunday ekan. Qandan bildingiz bo'lganingizni, qandli diabet? Og'zim quriverdi, suv ichaverdim. So'ng tekshirtiray deb tekshirtirib nima qilsam, 13 dan ziyod etdi o'sha vaqtda bilganim. 13 dan ziyod edi, bilganimga ana qilib. Keyin nima qilgan? Doktor nima bergan sizga? Doktor anavi dori-darmon qildi, tabletkalar berdi, tabletkalar ichdim. Insulinga o'tdingizmi? So'ng bu ma'ordan oshqozon qandaydir gitti og'ritganday bo'ldimi, so'ng bir ikkitalar tavsiya qildi. Insulin olsangiz yaxshi bo'ladi dedi. So'ng insulinga uchotga turdim, insulin oldim. Ertalab kechqurun insulin qilayotgandim. Bu ichmasingizdan oldin siz holatingiz qanaqa edi? 15 dan ziyod kelib chiqib ketaydi. Oyoqlarim qoqshaydi. Oyog'ingiz ham. Uyqu qandaydir bo'lsaydi. Tashqariga gitta ko'proq ziyodroq chiqaydim. Peshob ketish holati ko'p bo'ldi. Dieta qilarmidingiz? Ha, qilaydim. Gitta faqat yegim kelgan vaqtda gitta olib yeysdim narsalardan-da. Undan ko'p yemaydim. Hozir ham shunday. Sal endi havosim ketgan vaqtda gitta yeyman, bundan ko'p yemayman. Choyni qayerda ko'rib qoldingiz? Televizordan, telefondan. O'zingiz ko'rdingiz? O'zim ko'rdim. Boshida mana hamma odamda bo'ladi-yu ishonchsizlik. Bu reklama degan narsa bo'ladi. Shunaqa narsa sizda ham o'tganmi? Yo'q. Qandaydir ko'rdimda, ishondim-da. Ko'rdimda, ishondim. Bir ichib ko'ray, men ham saxrim shu yaxshi bo'lib ketar ekanda deb ichdim-da. Qanchadan beri ichasiz mahsulotni? Qancha bo'ldi olganimga ham. Bir yil bo'lib qoldi. 1 yil bo'ldi. Ovqatlandingizmi hozir? Yo'q, endi. Ovqatlanmadingiz. 5.3 chiqdi shahringiz. Yaxshi. Holatingiz yaxshimi? Ha, yaxshi. O'zimni yaxshi his qilyapman. Shu nima ichganimdan beri, choyni ichganimdan beri yaxshi. Yaxshi his qilaman. Uncha uxlamayman, ish qilishim ham yaxshi. Hamma narsa shu choyni ichganimdan beri foyda topyapman, yaxshi, Xudoga shukr. Ha. Bu reklama deganligi nima deb qaytara olasiz? Reklamaga deganlariga baribir anaqa qilmaylar, bari yaxshi. Choyni olib ichsalar, hamma narsa joy-joyiga tushay ekan. Saxringiz ham tushay ekan. Uncha ko'p dieta ham qilmaykansiz, kam dieta qilasiz. Shu choyni olib ichgandan beri men foyda topdim. Har tomonlama yaxshi ekan. Sizlar ham ichinglar, foyda topasizlar. Yaxshi. Boshida mana qandli diabetga chalingan ekansiz deganda holatingiz qanaqa holatga tushgan? Tushkunlikka tushgan edim. Juda tushkunlikka tushgan edim. Juda ham tushkunlikka tushgan edim. Endi nima qilaman, saxir bo'lib qoldim deb qo'rqqan edim. Shu choyni ichgandan beri olib, ancha o'zimga keldim. Xabar olib turishibdimi? Ha. Foydasi tegdimi axir sizga? Ha, Xudoga shukr, foydasi tegdi. Yomon emas, yaxshi, Xudoga ming qalla shukr. Borlaringizga shukr. Ishlaringiz rivojini bersin. Ko'rinishingizdan lekin saxir odamga o'xshaysiz. Ha. Bir xil me'yorga turibman. Vesim 75. Tushganim ham yo'q, chiqqanim yo'q. Bir anavga turibdi saxirim. Kun davomida ichib yurasiz? Ha. Dori ichmaysiz hozir? Yo'q, dori ichmayman. Kechqurun choyda damlab qo'yamiz. Ertalab turib, o'sha kun mobaynida ichaman. Dieta ham qilmayapsiz hozir? Yo'q. Insulinni ham to'xtatdingiz? Ha. Xudoga ming qalla shukr. Rahmat hammalaringizga. Tabiiy yo'l bilan Xudo xolasa bundan keyin saxirdan chiqib ketgan holatlarda ham ko'rish nasib qilsin. Ajratgan vaqtingizga rozi bo'ling. Iloyim shunday bo'lsin. Sizlarga ham katta rahmat hammalaringizga. Rahmat. Bitta duo qilsangiz endi ketamiz. Alloh akbar. Sizga ham rahmat, sog' bo'ling. Sizlarga ham rahmat. Bundan ham yaxshi bo'lib ketishi